Angren shahrida radarga tushayotgan haydovchilarning jarimalari bekor bo'lmoqdami? O'rnatilgan 60 znakimiz esa ko'pgina muhokamaga sabab bo'lgandan so'nggina o'rnatilgan. Bundan kelib chiqadiki, 3-iyul sanasiga qadar rasmiylashtirilgan jarima qarorlar o'z-o'zidan noqonuniy hisoblanadi. Maksimal foyda bo'lish uchun bu videoni storiesga otmetka qiling, barcha yaqinlaringizga ulashing va o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlarda Angren shahrida o'rnatilgan radar faoliyati noqonuniy ekanligi va unga tushayotgan jarimalar bekor bo'layotganligi to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar tarqalmoqda. Bugun ushbu, ya'ni radar faoliyati hamda fuqarolar tomonidan tushayotgan savollar va izohlarga javob berib o'tamiz. Bu radar qurilmasi Toshkent viloyatining Angren shahri hududidan o'tgan A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 90-kilometrida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xavfsiz shahar tizimini rivojlantirish markazi tomonidan o'rnatilgan bo'lib, O'zbekiston Milliy metrologiya instituti davlat muassasasi tomonidan berilgan guvohnoma asosida soz va o'lchov standartlari davlat standartlariga mos ravishda o'z faoliyatini olib bormoqda. Radar qurilmasidan oldin O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yildagi 318-sonli qaror talablari asosida 543 radar yo'l belgisi o'rnatilgan. Ushbu qaror talablarida 324, ya'ni tezlik cheklanganligi yo'l belgisini o'rnatish majburiyati yuklanmagan. Haydovchilarimizdan nega ushbu joyga 324 tezlik cheklanganligini bildiruvchi yo'l belgisi o'rnatilmagan degan savollar bo'lmoqda. 2023-yilning 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 140-sonli qarori asosida yo'l harakati qoidalarining 78-bandi 2-xat boshiga o'zgartirish kiritilgan bo'lib, bunda respublikamizda Toshkent, Nukus shaharlari hamda viloyat markazlari, shuningdek shaharlarda, e'tibor bering, shaharlarda harakat tezligi 60 km/soat etib belgilangan. Shu sababli ham hozirgi kunda Angren shahrida harakat tezligi 60 km/soat etib belgilangan. Ko'rib turganingizdek, qonunchiligimizda, ya'ni 324 tezlik cheklanganlik yo'l belgisini o'rnatish majburiyati yuklanmagan. Vodiy va Toshkent shahrini bog'lovchi A373 avtomobil yo'limizning 81 va 103 kilometr oraliqlari Angren shahri hududi hisoblanib, ushbu hudud 522 va 523 yo'l belgilari bilan ajratilgan. Haydovchilar ushbu belgi ta'sir doirasiga kirgandan so'ng 60 km/soat tezlikda harakatlanishi shart hisoblanadi. Hurmatli haydovchilar, bugungi tayyorlangan videoyimizdan shuni xulosa qilish mumkinki, ya'ni ushbu radar orqali aniqlangan qoidabuzarliklarga chiqarilgan jarima qarorlarini bekor qilishga asoslar mavjud emas. Shu sababli ham ijtimoiy tarmoqlarda ushbu qoidabuzarlik uchun belgilangan jarimalarni bekor qilish mumkin mazmunidagi, ya'ni yolg'on ma'lumotlarga ishonmang va harakat tezligiga amal qilishlaringizni yana bir bor so'rab qolamiz.